Salom qizlar, bugun qishda zo'r pul topsa bo'ladigan dizayn o'rganamiz, ya'ni marmar dizaynini o'rganamiz. Bu marmar ko'rinishda qilsanglar ham bo'ladi, muz ko'rinishda qilsanglar ham bo'ladi. Ko'rinishda qiyin dizayn bo'lgani uchun, lekin o'zi oson. Klientlar bitta tirnoqqa 30 ming, 40 ming to'lashga ham tayyor. Videoning oxirida qimmat dizayn ideyalari bor. Bilasizlar, yaltiroqlarning har xil turlari bor. Mayda, yirik, yana futirkalar bor. Yana mamnaqa yaltiroq gel-laklar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib yaltiroq gel-lakimizni olib, videodagi surishni boshlaymiz. Rangini o'zingiz xohlagan rang olsanglar bo'ladi. Pushti, havorang, ko'k, yashil, marmarlar qanaqa rang bo'lsa, xuddi shunaqa ranglar olaversanglar bo'ladi. Va qotmagan gel-lakimizga mamnaqa kattaroq yopishqoq yaltiroqlarimizdan qo'yib chiqamiz va folgalarimizdan. Bu dizaynda xohlagan narsangizlar bilan ichini to'ldirsanglar bo'laveradi. Folga, yaltiroqlarni qurug'i, kichkinasi, kattasi farqi yo'q. Lampada quritib olganimizdan keyin chetlarini молочный rangdagi gel-lak bilan surib chiqaman. Bitta emas, ikkita sloy qo'yaman. Ya'ni bitta sloy surib, lampada quritib va ikkinchi sloy suribman. Chunki men bunaqa nejniy dizayn chiqarmoqchi bo'ldim-da. Mana birinchi sloy surib oldik, lampada quritdik. Endi ikkinchi sloy surishni boshladik. Men bu yaltiroqlarni ustiga ozgina chiqarib turib bo'yayapman, ko'rib turibsizlar. Xuddi videodagi qilasizlar. Chunki yaltiroqlarning ozgina qismi gel-lakka tegida qolishi kerak. Ikkinchi sloy ham quritib bo'lgandan keyin глянцевый прозрачный top suryapman. Xuddi videoda ko'rib turganinglardek. Keyin buni yuqa sloy surganinglardan keyin bitta tomchi qo'yib выравнивание qilib yuborsanglar bo'ladi. Chunki usti g'adir-budir bo'lib qolgan bo'lsa, o'shani tekislab yuborsa bo'ladi-da top bilan. Keyin ustiga mana shunaqa akvarelniy kaplalar qo'yib chiqmoqchiman. Ya'ni mana shunaqa akvarelniy tomchilarimizdan buni chetlariga qo'yib chiqamiz. Bu oq rangdagi akvarelniy kaplalar, ya'ni amnaqa chetlariga oq uzor beradi. Hozir videoda ko'rishingiz mumkin. Oq chiziqlar bo'lib turibdi-yu, xuddi haqiqiy marmar effektini beradigan. O'shunaqani mana shunaqa akvarelniy tomchilar olasizlar va har xil joyiga qo'yib chiqasizlar va unda chetlariga oq chiziqlar paydo bo'ladi. Ozgina qotgandan keyin ustidan top suramiz, matoviy va matoviy top ustidan ham mamnaqa akvarelniy tomchi qo'yib chiqamiz. Effektini ko'rish uchun. Men ko'rayotgan bo'lsanglar, mamnaqa oq chiziqlar haqiqiy marmar tosh effekti paydo bo'lyapti. Agar bunaqa oqni kamroq xohlasanglar, kamroq tomizishinglar mumkin. Agar ko'proq bunaqa oq chiziqlari bo'lsin desanglar, ko'proq tomizishinglar mumkin. Buni har doim aytganimdek, sizlarning fantaziyanglarga bog'liq. Sizlar qanaqa xohlasanglar, shunaqa qilishinglar mumkin. Ustidan глянцевый top suryapman, chunki marmar tosh yaltirab turishi kerak. Bu chipsamizga ikkinchi turini qilib ko'ryapmiz. Yana o'zingiz xohlagan rangdagi yaltiroq gel-lak surasiz, patali qo'shasiz. Xohlaganingizcha yaltiroq quruq, yaltiroq suyuq, yaltiroq hammasidan qo'shib chiqishingiz mumkin. Hozir men bu yerda folga ko'proq qo'shishga qaror qildim. Ya'ni patal deyiladi. Bunaqa tilla ranglisidan. Xuddi oldingi safardagi chetlariga молочный gel-lak qo'shamiz va ustidan top surib chiqamiz. Va ustidan yana akvarelniy tomchilar qo'yib chiqamiz. Xuddi boyagini qaytalaman, faqat bu safar patali ko'proq. Siz ham xohlaganingizcha shunaqa dizayn qilib ko'rishingiz mumkin. Aytganimdek, yaltiroqlarning rangini ko'paytirishingiz mumkin, rangini o'zgartirishingiz mumkin. Folga qo'shsanglar bo'ladi, tilla rang, kumush rang. Mamnaqa akvarelniy tomchini oqidan ishlatsanglar bo'ladi, qorasidan ishlatsanglar bo'ladi. Sizlarning fantaziyanglarga qarab, o'zingizlar xohlaganingizcha dizayn qilib ko'rsanglar bo'ladi. Agar sezgan bo'lsangiz, haqiqiy rostdan marmar toshga o'xshab chiqyapti. Juda ham chiroyli. Yana buchi muz effektini berib turibdi-yu.
qishda ham chotki bo'ladi. Agar havorang yaltiroq bilan qiladigan bo'lsanglar, muz effekt bo'lib turadi. Qishda rosa ko'p klientlar xohlaydi buni. Qishda rosa ko'p pul topsanglar bo'ladi bu effektni o'rganib. Chunki agar bunaqa dizayn uchun klientlar ko'proq pul to'lashga tayyorda. Chunki bir qaraganingizda shunaqa qiyin dizaynga o'xshaydi. Pram dengiz effektini, muz effektini qilib tursanglar, qishda men rosa ko'p klientlarim so'ragan, rosa ko'p pul topsanglar bo'ladi. Hozir ham mana boshqachasini ko'rsatyapman. Bu yerda bunaqa prozrachniy baza surib, ustiga bunaqa yaltiroqli yopishtirdik va mana bu safar oddiy oq gel-lak oldim. Oq gel-lakni kistechkamiz yarmigagina surdim-da. Yarmiga baza surib, bunaqa gel-lak bilan bunaqa chiziqlar chizib chiqyapman. Ya'ni oldingi safar biz akril tomchilaridan foydalangan bo'lsak, bu safar oddiy gel-lakdan foydalanyapmiz. Bunda ham ko'rib turganinglardek chiziqlar chizishimiz kerak. Gel-lak bilan o'zingizlar xohlagandek kattaroq chiziq chizsanglar bo'ladi, kichkinaroq chiziq chizsanglar bo'ladi. Bunaqa mramor tosh effektini berishimiz kerak. Chiziqlar juda ham tekis bo'lish kerak emas. Chiziqlar qiyshiq-qiyshiq bo'lish kerak. Mana shunaqa 3-4 ta chiziq chizganinglarda ustidan keyin bunaqa молочный yoki медовый gel-lak baza bilan qoplab chiqishimiz kerak. Xuddi videoda ko'rib turganinglardek, men oq chiziqlarning ustidan ham молочный yoki нежно-розовый baza bilan surib chiqyapmiz. Bu ham sizni fantaziyangizga qarab xohlagan rangingizni tanlashingiz mumkin. Mana oq chiziqlarni ustiga chiqarib turib bo'yashimiz kerak. Va hamma joyini baza bilan, gel-lak bilan qoplab bo'lganimizdan keyin ustidan top suramiz. Orasida lampada qo'yib quritish esingizdan chiqmasin. Men lampaga qo'yib quritinglar deb hamma joyga aytayotganim yo'q. Sizlar lampaga qo'yish esingizdan chiqmasin. Har bitta etapdan keyin lampaga qo'yib quritish esimizdan chiqmasin, qizlar. Top surgandan keyin yana o'sha ishimizni qaytaramiz. Ya'ni oq chiziq chizishimiz kerak gel-lak bilan. Mana ko'rib turibsizlar. Mo'y qalamimiz yarmigagina gel-lak botirilgan, ya'ni oq gel-lak botirib, ustidan bunaqa chiziqlar chizib chiqdim. Mana bu tayyor bo'lgan dizaynimiz, ko'rib turibsizlar. Juda ham chiroyli dizayn. Va yana bitta usulini ko'rib chiqyapmiz. Bu safar bunaqa katta toshlarimizdan qo'yib chiqyapmiz. Va falga qo'shyapmiz. Bunisi ham xuddi oldingi safargilardek. Birinchi xohlagan yaltiroqlarimizni qo'yib chiqib olamiz. Keyin chetiga baza gel-lak surib chiqamiz. Top bilan qoplaymiz va bunaqa akril va tomchilarimizdan qo'yib chiqamiz. Ya'ni oq rangdagi akril tomchilari. Bu dizayn juda ham chiroyli bo'lgani uchun klientlar bitta tirnoqqa shunaqa dizayn qildirish uchun 30 ming 40 ming to'lashga ham tayyor. Chunki bu dizayn bitta qaraganda juda ham qiyin dizaynga o'xshab ko'rinadi. Shuning uchun klientlar yaxshi pul to'lashga tayyor. Shuning uchun bu dizaynni aniq o'rganish kerak, qizlar. Mana ko'rib turibsizlar, yana o'sha akril tomchilarimizni qo'yib, oq chiziqlar tushirib chiqamiz. Oq chiziqlar tekis bo'lmasligi kerak. Hamma joy har xil. Bir xil joylarda to'qroq, bir xil joylarda ingichkaroq bo'lish kerak. Chunki haqiqiy marmar toshlarning chiziqlari tekis bo'lmaydi. Akvarelning tomchilarimizni qo'yib chiqqandan keyin ustidan glansiy top bilan qoplaymiz va lampaga qo'yib quritamiz. Mana videoda ko'rishingiz mumkin. Juda ham qanaqa chiroyli effekt paydo bo'ldi. Ko'rib turganinglardek, bu mramor ko'rinishdagi, ya'ni marmar tosh ko'rinishdagi effekt emas. Bu ham juda ham boy ko'rinadigan effekt, ko'rinishdan juda ham qimmat ko'rinadigan effekt va buni muz ko'rinishda qilsanglar ham bo'ladi. Bunaqa muz ko'rinishda qilsanglar qishda yaxshi pul topsanglar bo'ladi. Buni nafaqat qishda, balki yozda ham qilsanglar bo'ladi. Bitta tirnoqqa 20 ming 30 ming pul topsanglar bo'ladi. Chunki ko'rinishdan qimmat dizayn aqlanishi oson dizayn. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, qizlar like bosib kommentariy yozish esingizdan chiqmasin, chunki bu videom rivojlanishiga, kanalim rivojlanishiga juda ham katta yordam beradi. Va manikür qilishni noldan o'rganmoqchi bo'lsanglar, onlayn kursimga yozishingizni maslahat beraman.